2022-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Santa Fe avtomobili 3.5 litrli atmosferli motorda eng full pozitsiyasi bo'ladi. Mashinani haqiqiy mehr berib haydaydigan odam haydagan ekanlar. 27 000 kilometr yurgan. Kraskasi ham, probegi ham halol, top-toza, balonlar holati zo'r. Polni kuzov bron qilgan ekanlar. Haqiqatda mashina yaxshi ko'rar ekanlar. Bu polni kuzov bron, 4 teshiklar shumka, paroglar uстановка qilingan. 360 lar, 5 quick do'stlar bor. Starline pultlargacha qo'yib bergan ekanlar. Starline pulti o'zi ancha qimmat turadi. Ko'zlarni qarang, haqiqiy hamma tomonni zo'r arziydigan. 27 000. Bunaqa zo'r mashina yurganingizdan keyin behamat so'klaridan ichib yurasiz. Tabiiyligi yuqori bo'lgan Erondan keltiriladigan so'klar. 7 ta o'rindiqlimi? Panorama lyuklar ishlayapti. Head-up display, skoroslarimni knopkali bo'ladi. Benzinda yurgan mashina. Kimgadir sovg'a qilaman deganlar bo'lsa ham bundan ideal variant bo'lmasa kerak. Rosa chiroyli mashina, yonib turibdi mashina. Orqa old nasatkalargacha qo'yilgan ekan, kraskasi top-toza. Mana shu arzimagan ilib olgan joylari bor ekan. Bron tayda turibdi. 34 500 ga berib oldilar.